Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana bitta manzilimizga kelganmiz. 80 litrli Aristonda chista qilyapmiz va elektronika sohasida bitta ikkita ishkallar bor ekan, o'shalarni ham to'g'rilab olamiz. Ishlatib ko'rsatib beramiz. Rayalda endi. Aytida yaxshi bo'lgan. Kechirayman. Xo'p, Aristonamizni yechib oldik. Hozir yechamiz. Mana ichida zirva tayyor bo'lsa aytamiz. Ochamiz. Xushkepsizlar, deyapti. Eshikdan sig'mayapti bu. Rosa boqilibdi. Mana shu tarafdan tashladik. Qarab. Yaxshi yurmayapti. Zo'r boqilibdi aka. Chuvachangda armiyasi. Bu mana tozaladik, qo'ldan kelgancha ichlari tinib bo'ldi. Iloji boricha har 6 oyda tozalatib turinglar, Ariston borlar, aloqaga chiqarasizlar. O'rnatdik, polijni cho'tga ishlashni boshladi. Aloqaga chiqarasizlar.